hayit kunlari hammamiz bolalarimizga shirinliklar sovg'a qilamizda. Xaltalarni to'ldirib shirinliklar beramiz. Pul bergandan ko'ra shirinlik bergan yaxshi bolaga, hayitli deb. Lekin olayotganingizda ham sal diqqat bilan o'qing. Mumkin bo'lmagan narsalarni bermang bolalarga. Undan ko'ra kitob olib bering hayitga. Maxsus o'zingiz bir shirinlik tayyorlab bering. Hech qanaqa nimalar aralashmasiz, o'zingiz ham tayyorlasangiz bo'ladi. Masalan, siz nima tayyorlab berasiz deyshadi. Men masalan uyda har xil chiroyli formachalar olib kelib qo'yganman. Uyda shokolad, kakao, tabiiy sariyog', tabiiy sut mahsuloti, qishloqda sariyog'i, sut mahsuloti. Mayli magazinda bu chiqmas, vidi anaqasi, chiroyli chiqmas. Lekin bolangiz uchun xotirjamroq bo'lasiz. Asosiysi tabiiy. Ayrim rang beruvchilar va konservantlar, masalan, qo'shimchalar bolalarga mumkin bo'lmagan, umuman mumkin bo'lmagan qo'shimchalar. Esingizda qolsin va agar esingizdan chiqarsangiz, shoshilib aytib ketadigan bo'lsam, o'shani qayta o'qib oling. E102 tartrazin, E110, E122, E124 va E200 dan boshlab E210 gacha bo'lgan benzoatlar va sorbin kislotasi. Nimalarga olib keladi? Bu sanab o'tgan nimalarim: toshmalar, qichishish, bronxial astma va terining qizarishi. O'sha bolalarga olib berayotgan hamma shirinligingiz tarkibida va chipslar tarkibida qotirilgan nonlar tarkibini endi shu yelarni oqtarib ko'ring. Men hozir sanagan yelarni. Asab tizimi va giperaktivlikka sabab bo'ladigan ye qo'shimchalarida sanab o'tamiz. Bularga tam kuchaytiruvchilar va sun'iy ranglar kiradi. Bu qo'shimchalar E621 glutamat natriy kolbasalar tarkibida bo'ladi. E950, E951 atsilsulfan va aspartam. Bularni bilasizmi eng yomon oqibati nima? O'sha yo'rasiz. Bola ham sizga qo'shilib yeydi, keyin aytadiki, bolam o'ta giperaktiv, uyqusiz, qo'rqadi, asabiylashadi. Keyin diqqat yetishmovchilik sindromi bor deydi. Darsda o'tira olmaydi, diqqatini jamla olmaydi. Bu o'sha biz o'zimizni qo'limiz bilan bolajonim yegin deb berayotgan ye birikmalarni oqibati. Endi bevosita onkologiya chaqiruvchi, ya'ni saraton chaqiruvchi ayrim qo'shimchalarni ham sanab o'tamiz. Bular sun'iy rang beruvchilar va ayrim konservantlar. Bularga E129, E133, E154, E155 hamda E249 dan tortib E252 gacha boradigan hamma nitritlar va natritlar kiradi. Bular nimaga olib keladi? Bular hujayra mutatsiyasiga, xavfli o'smalarga va o'sha organizmimizda mudrab yotgan, hech kim o'g'atmayotgan onalar nima qiladi? Reklamada beryaptimi, hamma yeyaptimi, yaxshi sotilyaptimi, ta'mi zo'rmi, o'xshayaptimi, go'shtga o'xshayaptimi, shuni olsak bo'ladi. Bu demak kolbasa yaxshi kolbasa ekan, bemalol yesak bo'ladi deb beradi bolalarga.